O'rtoqlar, men sizlarga bitta yaxshi xabarni aytaman. Bizda guruhdan chiqish uchun imkoniyat hali ham saqlanib qolmoqda. Buning uchun nima qilishimiz kerak va qanday natija qayd etilishi kerak? Hozir shuni batafsil aytib beraman sizlarga. Undan oldin mana shunaqa yangi tezkor va ajoyib xabarlardan quruq qolmaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Unda boshladik. Xo'p do'stlar, guruhdan chiqish imkoniyatimizni sizlarga batafsil aytib beraman. Qarang do'stlar, o'zi Jahon chempionatining 12 ta guruhdan 8 ta 3-o'rinlar chiqadi play-offga. Hozir 5 ta o'rin band qilib bo'lindi. Biz 5 ta o'rindan o'ta olmaymiz. Nega? Ular chunki 3 ochkoni olib, bizdan to'plar nisbatan anchagina yaxshi. Hozir shuning uchun 6 va 7 o'rinlar ham band qilingan Belgiya va Cabo Verde tomonidan 2 ochkodan olingan holda. Shu ularga durang natija ham yetadi play-offga chiqish uchun. Va oxirgi 8-o'rin qolyapti. 8-o'rin uchun biz kurashamiz. Hozirgina Kongo terma jamoasi Kolumbiyaga mag'lubiyatga uchradi va bizda imkoniyat saqlanib qoldi play-offga chiqish uchun. Ya'ni oxirgi turda biz nima qilishimiz kerak? Kongoga qarshi maydonga tushamiz va ularni imkon qadar yirikroq hisobda yutishimiz kerak. Sababi hozir Jahon chempionatida eng to'plar nisbati yomon bo'lib turgan terma jamoa bizda 8-1 va biz agar yaxshiroq natija bilan yutadigan bo'lsak, Kongoni imkoniyat saqlanib qoladi. Bu asosiy sabab bo'ladi. Ikkinchi sabab nima bo'lishi kerak? Ikkinchi sabab qolgan guruhlardagi 3-o'rinlar Chexiya, Ekvador va Bosniya va Gersegovina terma jamoalari yo durang yo mag'lubiyatga uchrash kerak. Uchinchi masala esa qolgan guruhlardagi 0 ochkoga ega bo'lib turgan terma jamoalarning barchasi mag'lubiyatga uchrashi yoki durang o'ynashi kerak. Nimaga? Chunki agar ularning birortasi g'alaba qozonib qoladigan bo'lsa ham, bizdan to'plar nisbati yaxshiroqligi evaziga ular play-offga chiqib ketishi mumkin, biz qolib ketishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda to'plar nisbati o'zaro o'yin bo'lmagan holda hisoblanadi. Shunday ekan, mana shunday masala. Kongoni yirikroq hisobda yutishimiz kerak. Bosniya, Gersegovina, Ekvador va Chexiya terma jamoalari durang yoki mag'lubiyatga uchrashi kerak va qolgan guruhlardagi barcha 0 ochkoga ega bo'lib turgan terma jamoalar imkon qadar mag'lubiyat bilan yuzma-yuz bo'lishi kerak ular. Mana shunday vaziyat. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Ha, to'g'ri, juda ham murakkab, lekin imkonimiz bo'ladimi chiqishga guruhdan? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.